Assalomu alaykum va rahmatulloh. Safo Marva Telegram kanali aziz kuzatuvchilari. Bugun Shahidtepa jome masjidi yonidagi do'konimizga Saudiya Arabistonidan yana yangi mahsulotlarimiz keldi. Yangi mahsulotlar nima ekan deyilsa, inshaalloh onajonlarimiz, singillarimiz uchun yuvinib chiqqandan so'ng badanlariga surkaydigan yaxshi xushbo'ylilar. Inshaalloh ularda har xil turlaridan bor. Inshaalloh kimga kerak bo'lsa so'raveradi inshaalloh. Bundan tashqari yana yangi tuyaqush yog'imiz yetib keldi. Bu nima uchun ishlatilar ekan deyilsa, xudo xolasa bu shu badandagi bo'g'imlardagi shamollashliklari bo'lsa, og'riqlar bo'lsa, shunga xudo xolasa ishlatilsa, Alloh nasib qilsa davo bo'ladi. Undan tashqari tuya yog'imiz ham bor. Tuya yog'imiz ham xuddi shunaqa badandagi shamollashliklarga ishlatiladi va undan tashqari agar oshqozon yoki ichaklarda shamollashliklar bo'lsa, har kuni jimjiloda bir ozgina iste'mol qilib tursa, inshaalloh oshqozon va ichakdagi shamollashliklarga ham davo bo'ladi. Albatta bu halol pokiza narsa inshaalloh. Va undan tashqari do'konimizda erkaklarimiz uchun atirlar va giramli atirlarimiz ham mavjud. Misvaklarimiz bor va kichkintoy singillarimiz uchun chiroyli bilaguzuklar va shunga o'xshash narsalarimiz ham bor. Tasbehlar, xudo xolasa. Va yana undan tashqari Saudiya Arabistonidan nima kerak bo'lsa bizga zakaz bersangiz, inshaalloh Saudiyada bor narsani kelib beramiz. Masalan, qo'l soat, Al-Fajr, Al-Haramayn, qimmatbaho, shunga o'xshash nimaki zarurat bo'lsa, bizga rasmlari bilan murojaat qilasiz. Xudo xolasa Saudiyadan albatta yetkazib beramiz inshaalloh. Va undan tashqari hozirda Ramazon uchun ro'yxatdan o'tish boshlangan. Ramazon uchun safarda niyat qilganlar bo'lsa, bemalol xudo xolasa bizga murojaat qilishingiz mumkin. Va undan tashqari biz Safo Marva umrachi ziyoratchilarimiz uchun har birlariga inshaalloh mana bunday go'zal hadiyalar tayyorlab qo'yganmiz. Albatta har bir kuzatuvchi uchun alohida shunday narsa tayyorlab beramiz va chiroyli sumkalarga solib, ota-onalarni, aka-ukalarni, opa-singillarni xursand qilish uchun go'zal narsa inshaalloh. Kimga xudo xohlasa umra bo'yicha joylar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va undan tashqari mana shu Shahidtepa jome masjidi yonidagi do'konimizda Saudiyadan keltirilgan hadiyalarimiz bor. Bemalol bizga aloqaga chiqib zakaz qilishingiz mumkin inshaalloh.